Azbek aka, O Moskvada spiral tandir, beton tandir qurish qanchaga tushyapti? beton tandir qurish usta haqqi 40 ming oldi, ko'p oldi bilamiz, lekin biz aytgandaqa qilib beradi. Eng ko'pi yana 18 ming g'ishiga ketgan, agni uporni SHA deganidan 1800 gradus ko'taradi. O'shundan hammaga maslahat beraman, shunaqa ishlatishdan. Qolganiga utepleniya ketdi, setka petkalari bilan, betonlari bilan, hamma yo'g'i bilan bizga 79 mingga tushdi, usta haqqi bilan birga. Keyin spiral oldik, 7,5 mingga dastavkasi bilan tashlab ketdi. Hozir mana bizni bitta sherigimiz o'rnatyapti, ko'rasizlar. Qana o'rnatyapti, ko'rasizlar. Mana shu texnologiyada o'rnatsak, effekti yaxshiroq bo'ladi deb o'ylaymiz. Nonni chaqib qo'ymaydi, nonni tomog'idan yopsa bo'laveradi tandirni. Odamlar joy tashlab ketishadi, nima bo'lib qolishiga. Chaqib qo'yadi deb. Aka, buni rastvori nimadan bo'lgan? Shuni gapirib bering. Rastvori M500 betondan bo'lgan, keyin melki pisokdan bo'lgan bo'ldi, boshqa narsadan yo'q. Bitta klientimiz kommentariya yozibdi, что klient bas obunachimiz nima debdi? Haligi agni uporni betondan, sementdan bo'lish kerak deb. Yo'q, unaqadan bo'lmaydi. Bemalol xudo xolasa mana shu tandirimizni 2 yil ishlatamiz. Novvoylarning hisobiga ko'ra 100 ta, 110 ta sig'ish kerak deyishyapti. Hozir bugun yoqamiz, ko'rasizlar, yangi tandirni zapuskat qilamiz. Bu necha volt ulayapti aka hozir? Hozir ulayotgani kichkinasi ekan, o'rtasida 280, 220 da ishlaydi. Bitta faza, bitta nol bo'ladi. Ikkita chekkasida ikkita faza bo'ladi. 380 volt bo'ladi. Bu aka qoplayaptimi? Rossiyada narx qanaqa kilovat rubliga? Biz 7 rubl, 8 rubl to'laymiz, o'zgarib turadi. U nimaga bilmayman. Har doim har xil nimada keladi. Hozircha 8 rublda, lekin yangi yildan adashmasam 10 rubl bo'ladi kilovatiga. O'shunda ham hisob-kitob qildim, qoplaverar ekan. Ko'rishlar mumkin. Hozir ulash jarayoni bo'lyapti. Chiroyli qilib, g'ishlatib, chiroyli qilib qo'yilar ekanda. Hozir usta bolamiz chiqqandan keyin ko'rasizlar. Chiroyli chiqqan bo'ladi. Serga aka, hormang. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu akamiz usta bo'ladi. Polni tandirlar. Keyin yana bitta maslahatim sizlarga, bizdan boshimizdan o'tgan tandirni, beton tandirni kuydirilmaydi. Bitta qizdirilib, yog'lab turib, yana bitta qizdirilib, yopib ketaveradi. Qizdirganlaringni qopqog'ini yopib qo'ymanglar, qizdirib yormanglar, yorvoradi, uqalanib ketadigan bo'lib qoladi. Beton tandirni prosta yopadigan darajada qizdirib turib, yopib ketaverasizlar, shu ishlab ketaveradi. Bu loy tandir emas, 1 kun, 2 kun kuydirib yurmanglar. Prosta bir kun bitta kichkinasini yoqib qo'yib, kichkina spiralni yoqib, qizdirib olasizlar, keyin yopib ketaverasizlar. 1 kun yog' surkaysizlar, keyin yana 1 kun qizdirib yopib ketaverasizlar. Atak umuman kuydirib o'tirmanglar, qopqog'ini yopib, nima qilsalaring rasvo bo'ladi. Beton tandir, loy tandirdaqa kuydirilmaydi. Serga aka, ashu ulayotgan 220 bilan 380 voltni rasxoti qanaqa aka soatiga? Tandir qancha rasxot qiladi? 220 ulayotganimiz kichkina spiral. Tarozida ham tortib ko'rsatib berdi, 1 kilo 150 bo'ladi. Soatiga 6 kilovat rasxot qiladi. Katta spiralimiz endi uzunroq bo'ladi, 2 kilo 150 gram bo'ladi. Soatiga 12 kilovatgacha rasxot qiladi. Ikkalasini qo'shganda plus minus soatiga 20 kilovatga yaqin energiya ishlatadi. Normal rasxot bo'lar ekanda. Endi shunda hozir rublga tasganimizda borana qancha bo'ladi? Nima? 1 kilovatingiz 7 rubl bo'lsa, 7 rubl bo'lsa, 8-7 rubl bo'lsa, 20 10 rublingiz 15 ming bo'ladi. 1,5 ming so'm bo'ladi 10 rublingiz. Normalniy pul bo'ladi. Ko'rishlar mumkinsizlar jarayonni. Tandir qachon ishga tushadi endi Serga aka bu? O'zi yoqasizmi hozir? Hozir bitta kichkina spiralni yoqamiz. 1 kun turadimi? Ishlatib ko'ramiz. Tandirni birinchi yog'lash kerak. Aha. Yoqib ishlatib ko'ramiz. Hammasi joy-joyida bo'lsa, tekshirgandan keyin. Aha. Kichkina 220 ni yoqib qo'yamiz. Ertalabgacha turadi. Ishlatib ko'ramiz. Tandirni yoqib
bo'laveradi. Go'zal holatda. Azbek aka, nima maslahat berasiz? Yana ko'p tandir quradigan akalarimizga nimaga osma tandir bo'lmaydi aka bizda? Shunga ham Osma tandir bizni xonamiz kichkina. Birinchidan osma tandir 1,5 metrda joyda oladi, lekin 110 ta non sig'maydi. Mana shu tandirimiz ham 1,5 metr joyda olgan, 110 ta non sig'adi. Keyin bilmadim, bizni spiralda katta tandirga men ishlatib ko'rmaganman, lekin aytishadiki, ikkita spiral emas, 3 ta spiral qo'yish kerak uni qizitgani deyshadi. Lekin bilmayman, men uchun shu qulay. Hozir Moskvada hamma yer tandir qilyapti, osma tandir ga ko'p sig'maydi, chunki yotib qolganda shu qorniga ham spiral qo'yiladi, tagiga emas. O'shani hisobiga ozroq non sig'adi. Bizga qancha ko'p non sig'sa, shuncha non ishlab chiqaramiz. Tok ishlatishi o'sha 80 ta nonga ham, 100 ta nonga ham, 60 ta nonga ham o'sha tokda ishlatamizda. Yana bitta qulaylik tomoni, mobodo tandirni biz tez almashtirib turamiz. Osma tandir bo'lsa, buni buzib, olib chiqib, ana shunaqa demontaj qilish rosa qiyin bo'ladi, chunki balandda bo'ladi. O'shaning uchun biz yer tandir o'sha tomonlama ham qulay bizga. Tezda bir kunda sindirib, buzib, o'sha yangi qurishni boshlayveramiz. Osma tandir bo'lsa qiynalamiz. Qulayligi ham bor yer tandir. Ammo buni ham bir 7 soatda kelib qurib ketishdimi? Tez qurilar ekan. Agar sheriklari bilan kelganda shu 6 soat ichida o'zlari qilib ketadi. Bitta o'zi kelganiga jicha cho'zilib ketdi. Jarayon ko'rishlar mumkin. Qaysi savollar qolib ketdi, nimalar qolib ketdi, izohlarda yozib qoldirsanglar, qolganlarga ham xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ikkovlarga ham rahmat. Azbek aka, bunaqa katta navoxonalar Moskvada yurgizish uchun necha ming dollar ketadi rasxod aka? 70 ming dollar ketadi. Birinchi